2025-yil 12-sentyabr. Bog'imizda ishlar davom etyapti. Mana bu tarafda dorilash. Kuzda sentyabrda dorilaymiz. Paxta boshlanishdan oldin, chunki paxtani agrotexnikasini qilgandan keyin har xil pashshalar, zarar kunandalar paxtadan qochib mana shu daraxtlarga kelishni boshlaydi. Shunga qarshi kurash uchun oldin olib sep qo'yishimiz kerak. Hozirda shuni amalga oshiryapmiz. Shu bilan birga mana bu yoqda dehqonlarimiz yer yong'og'i yig'ishtirish ishlarini olib borishyapti bu tarafda. Rahmatni ko'rish mumkin. Norim tugadi shekilliga. Yo'q, ko'p yetadi bemalol. Shu tartibda dorilanadi. Qanday dori deb so'rash savol bo'lishi mumkin. Hozirda bunga 20% imidaklopiriddan foydalanyapmiz. Shuningdek, qo'shimcha sifatida kaliy sulfat qo'shib yuborganmiz. Bu ko'zdan yaxshiroq pishishiga, meva kurtalarini yaxshi yetalishiga yordam beradi. Imidaklopirid bo'lsa bu sistemli dori, bu kontaktli emas. Sistemli bo'lgani uchun 15 kun, 20 kun davomida yaxshi holatda saqlab turadi. Hatto o'rtada yomg'ir, namgarchilik bo'lsa ham, shuning uchun kuz faslida ko'proq shu sistemni tanlagan maqsadga muvofiq. Shu bilan birga unaqa ko'p emas kasallik. Agar kasalligingiz ko'p bo'lsa, endi albatta kontaktni o'rganishingiz ma'qul. Endi aslida deyarli yo'q, lekin oldini olib sepadigan bo'lsangiz, unda sistemali dorini sepishni tavsiya qilaman. Asosiy imidaklopirid bo'lgan preparatlar bular sistemli dorilar hisoblanadi. Bu yerda Black Splendor, hayvondagi Mirabon 29S. Ko'rish mumkin. 1 yoshli bog'.